2 ay davomida tayyorlangan Mercedes-Benz mashinamiz tayyor bo'ldi. Necha 2 ay vaqt desangizlar, 1 ay motor hadoida yotdi, 2-chi ay bizda kuzov qismi ishlandi. Videoni ko'rmasdan burun bir like bosamiz, kanalimizga toza bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmanglar. Eng birinchi navbatda eldi orqa bamperlari pokrasiya etildi. Uzuni, suyetini restoratsiya etib saf berdik. 2 porog'ini ham qo'shib ketamiz. 2 porog ham shuni suyeta bo'yaldi do'stlar. 4 dona krem telarini ham restoratsiya etib bo'yab berganmiz do'stlar. Bilasizlar, bu mashinamiz 6.3 bo'ladi. Istoriyada ko'p aytib o'tib ketdik. Bu mashinamizni motorning kuchi jonli bo'lgandan keyin, yeragandan keyin dosla deb chaqa tushqatib qo'ygan yerlarni chasni bo'yab berganmiz. Mashinani o'zi alohida tema bo'lib turibdi. Diska bilan supportimizni alohida tema bo'lib turibdi. Diskasini ham Econex diskasini o'xshatib, lekin ichine zarlarini ko'proq qo'shib, kraskalarni uzarimiz podborga etib ishlab, mo'shinatib tayyorlab berganmiz. Quyoshga chiqqanda do'nib turadi, yaltirab, chotga o'tib turadi. Juda detallarni ham alohida yondashib o'tib ketganmiz. Ya'ni 2 dona bakoyi, keyin stiklosistiri, eldini obisovkasini ham bilek piano, restoratsiya, boshini krasab berganmiz. Salon qismiga kelsak do'stlar, salon qismidan otido ximsikasini ishlab berganmiz. Polni xodoylarini diklab turib, ishlab mo'shinatib taxlab berdik. O'zingiz video davomida ko'rib borasizlar. Hamma narsani so'lab turib, polirovka keramikani so'lash yoddan chiqib ketdi. Polirovka keramikani o'zingiz alohida xabar berib ketasizlar. Kanalimizda haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmang. Oxirida bir like bosib o'tganamiz yana. Yo la encontré por mi destino, de pie a mitad de la pradera, gobernadora del que pase, del que le hable y que la vea. Y ella me dijo, sube al monte. Yo nunca dejo la pradera.